Eng oddiy bo'lgan 3 xatdan tuzilgan, ammo ishiltish o'rni intayin muhim bo'lgan tabulyao degan ma so'zni o'rganib olaylik. Tabulyao degan bu so'z eng avval diqqat qilganimiz ma keyindagi so'zni biz l deb o'qimasdan diao deb o'qiymiz. Ya'ni buning ko'p xil o'qilishi bor. Xat bu 5-ki darslar men tushuntirib bo'lgan, yana tushuntirib жүрмейman. Tabulyao deb o'qiymiz. Buning ma'nosi bo'lsa, nayt kelsa, yomon kelsa, nihayat degani bildirdi. Ya'ni bir ishning eng yomon bo'lgan oqibatini faraz qilgan vaqtimizda mush so'zni ishlatamiz. Masalan, 别担心，大不了我帮你。别担心，大不了我帮你。Ansirman, yomon kelsa men sizga yordam qilaman. 大不了咱就不去了。大不了咱就不去了. Yomon kelsa biz bormasmiz degandek ma'noni bildirdi. Uningdan sirt bu ishning bek bir cho'ng bir ig'ir bo'lgan bir natijasi chiqmaydi yoki bah deb ketkichiligi yo'q deganini bildiradi. Masalan, 这个伤口没什么大不了的。这个伤口没什么大不了的. Bu yara ig'izning bah deb ketkichiligi yo'q. Uncholar bir yomon oqibati yo'q. 擦一点药就可以了。擦一点药就可以了. Azroq do'ri surksak ham bo'ladi. 这个伤口没什么大不了的，擦一点药就可以了。这个伤口没什么大不了的. Bu yarig'izning bah deb ketkichiligi yo'q yoki yomon oqibat etganmaydi. 擦一点药就可以了. Azroq do'ri surksak ham bo'ladi. Uningda boshqa tabulyao degan so'zning yana xatma-xat tarjimasi bo'yicha cho'ng'iyib ketmaydi degan ma'nosi bor. Masalan, 非洲有一种比麦粒大不了多少的小鸟。非洲有一种比麦粒大不了多少的小鸟. Afrikada bir xil mushu bug'doy urug'idan cho'ng bo'lib ketmaydigan qush bor degani bildiradi. 大不了多少的 cho'ng'iyib ketmaydigan. 对, ma xil ishirtish hamda bizda oz uchraydi, cho'ng'iyib ketmaydigan. 大不了多少 degan 多少 bilan ulinib ko'proq keladi. Ondan siz o'rganib oldingizmi? Qani tabulyoni ishlatib jumlalarni tuzib avat